Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan quyon go'shtidan ajoyib taom tayyorlaymiz. Keling, sizlar bilan bugun quyon go'shtining foydali xususiyatlari haqida suhbatlashamiz. Quyon go'shtining tarkibida yengil hazm bo'luvchi oqsil, yog', vitamin va minerallar bor. Oqsil barcha almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalarga, yog'i esa to'yinmagan yog' kislotalariga boy. Quyon go'shtida PP, C, V1, V6, V12 vitaminlari, makro va mikroelementlardan temir, fosfor, kobalt, magniy, kaliy, marganez, rux va boshqa moddalar mavjud. Quyon go'shti mol, buzoq, qo'y va tovuq go'shtlariga nisbatan foydali hisoblanib, kanada 90% gacha o'zlashtiriladi. Quyon go'shtining foydasi tibbiyot tomonidan isbotlangan. Quyon go'shti asosan yosh onalarga, sog'lom ovqatlanish tarafdorlariga, ozishni istagan sportchilarga va surunkali kasalliklarga chalingan insonlar orasida taqsimlanadi. Sportchilar uchun bu qimmatbaho oqsil. Yosh onalar va bolalari uchun eng yaxshi qo'shimcha oziq-ovqat. Ozishni istagan, vazn yo'qotadiganlar esa past kaloriya miqdorini qadrlashadi. Ba'zi bemorlar uchun iste'mol qilishi mumkin bo'lgan yagona go'sht diyetasi. Ayniqsa saraton kasalligi va radiatsiya ta'siridan keyin reabilitatsiya qilish uchun foydalidir.